Assalomu alaykum birodarlar. Sizlarga yangiliklarimizni zo'rlarni ko'rsatamiz. Bozorda uchayotgan modellarimizdan yangilik ko'ryapsizlar. Juda chiroyli, trendda hozirgi kunda. Bu taraf shunchaki moda, tuyma qadalgan va vellar yonlari qisiladi. Narxlarini 70 ming qilib beryapmiz, 65 ming ko'p olganlarga optim narxi. Donaga yana ham arzonlashtirib, qimmatroq qilib beramiz. Bularimiz bor, yelkalari baraqli, ustlarida yenglari ichida ham yana bittasi bor. Bular 55 mingdan qilib beryapmiz, pachka narxi. Rasvetkalarni ko'ryapsizlar, juda ham chiroyli rasvetkalari bor. Bundan tashqari bular bor 40 mingdan. Bular yusa nimasi bor, shalpayishi bor. Yana bundan tashqari shtampi so'raganlar uchun bularimizni ham 65 ming qilib beramiz. Yangilik, oldi ochiladi. Oldi ochiladigan fason. Razmerlar 48 dan 50 gacha hammasi standart, bir xil bo'ladi. Bundan tashqari 65 mingdan turk hiblar bor. Ko'ribsizlar, ranglar quyoshga turib, o'nib ketgan o'tgan yilgi ishimiz bu aslatga. 45 mingdan yangiliklarda sal boshqacharoqlari, katta model so'raganlar uchun kattalarga tushadi bu. Oldilari bellari qisiladi. Narxini sizlar uchun 45 ming o'tdim narxi. Tepada leonlarimiz bor, havo kirsa ham chiqarmay, chiqsa ham kirmaydigani bor. Bularni narxini 45 ming qilib beramiz. Bularni ham gruppaga o'tib zakaz turibsizlar. 48 dan 52 gacha, 52, 54. 35 mingdan ko'ylak so'raganlar uchun juda chiroyli rasvetkalar bor. Mana rasvetkalar ko'ryapsizlar. 35 mingdan lozimi bilan birga mana shu tepadagilarning hammasi 35 ming. Mana shu gacha. Kimga qiziq bo'lsa Telegramga o'taverasizlar. 35 mingdan 48 dan 50 gacha. Bularni ham sizlarga 49 ming qilib beramiz. Telegramga zakaz turibsizlar. Bularning materiali selen, ulardagi shtampi. Bular yusa kirishi bor, bulardagi noaniq hali ham. Beli qisir. Kimga qiziq bo'lsa Telegramga o'tasizlar. Har doimgidek Qo'qon shahar kechqurungi bo'lyapti bozor, kunduzi bo'lmayapti. Kunduzi har xil. Ular hozirgi kunda noaniq bozorda vaqti ham. Kimga qiziq bo'lsa, Telegramga zakaz tursalar, O'zbekiston bo'ylab, butun dunyo bo'ylab dostavka qilib beramiz. Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston farqi yo'q bizga. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'ling.